Kitap anlaş topudaki kadirlik dostlar. Ulug'bek Hazinesi 2. kısım 24. mavzunu okuyumuz. Qani, qoluq ona hikayeli bolsun. Bağı meydanını bir seyli qılmoqchi bo'lib chiqqan Mirza Abdullatif bağını ko'ribla ko'k sarayga qaytqusi kelmay qoldi. Tushda yoqqan yomg'irdan keyin bog' go'yo amdila yuyungan qizdek ichilib ketgan edi. Yağmurda yuyulgan daraxtlar, ko'chaning ikki tarafida sap tartgan sarvilar allaqandaq yashnab, ajoyib bir go'zal tus olgan edi. Arıcılar arasida tavlanib turgan oq, sariq, naparmon va qizil tashtaklarni liq to'ldirgan süp-süzük tamchilar go'yo qadahlarga quyilgan maydek yaltiraydi. Go'yo hamma yoqni bulbul qaplagandek, har bir shox, har bir yupurmoq ostiga yushrinib olgan bulbullar borgan siri avjiga chiqib, boshqa hamma qushlarning ovozini besib, bas-bas bilan yayrab sayrashadi. Ebu Said Mirza qochgandan keyin yana vasvasaga tushib uxlayolmay g'am qayg'uda yurgan shahzoda go'yo hamma tashvish va g'am andishalardan qutulgandek rohatlandi. Yumshoq qizil qum sepilgan bu intayin cho'ng bog'ning eng chet joylarigacha suzilgan yo'llarni hilal ay va yulduzlar shaklida yasilib, bo'lakcha bir mehr bilan parvish qilingan bu ajoyib gulzarlarni aylanib etib, shahzoda balalik va o'smirlik chog'larida bu güzel joyda o'tkazilgan ma'rakalarni, hashamatlik to'ylarni, xush ovozliq naqshchilar va to'zdek güzel usulchilarning qatnashishi bilan o'tkazilgan bezma o'ltirishlarni eslab, nima uchundir ko'ziga yosh oldi. Onun esida qilishicha, xuddi mushundoq illiq bahor kunlarining birida u ma'lum bir katta marakaga qatnashish uchun yiroq Xorasondan jannat makon buvisi Shohrux Mirza bilan birga kelgan edi. Kam deganda bir tuman kishilik qo'shinning muhofazat qilishi bilan kelgan bu cho'ng karvonning oldida Ipak soyibalik harvularning birida mumsi Güherşat begim kenizek didekleri bilen karamet bir söylette olturatdı. Yüzleriga nepiz ipek çümbel tartılagan bu çıraylık kenizekler şahzadenin yürükünü cığıltıtattı. O birden at oynatıp sahibellik harvalarının etrafında pervanedek aylansa, birden argımıkını aymay kamçılap yiraqlağa at çaptırıp gidetti. Bobisi Shohrux Mirza tez minishini yoqtirmaydi. O en yaqin hamsoyalari bo'libmi o'limalar va din peshvolari bilan suhbatlashgach, karvonning oldida arg'imiqini asta yo'rg'ulatib mang'atdi. Lekin navrilarining sho'xlik qilishini cheklamay, aksicha ularning ot o'ynatib, qilichbozlik qilib yurganligini ko'rsa, xushal bo'lib kulib qo'yadi. Kechqurunlari cho'ng karvon keng dalida, güzel o'tloqlarda qo'nadi. Do'ng qaptallarga rengarang ipak chedirlar tikilib, hamma yoqda lavuldab gulxon yonadi. Hiratning mashhur baqovullari qo'zi go'shtlaridan kavob etib, dori darmonlari tetigan mazzalik sho'rpalarni tayyorlashadi. Mana endi qarong'ulikqa cho'mgan keng bog'i maydon. Zo'r qo'shinning qarorgohini eslatib, shahzodaning xiyolini bo'libdi. Qalbida jo'shqin, kuchli tilaklarni paydo qildi. O goh daladagi otlarning kishnashlariga, goh yaqin chedirlardagi go'zal kenizaklarning yaqinliq kulkulari va zinnat buyumlarining nafs jaranglashlariga quloq solib, osmonga chechilgan
son sanoqsiz yulduzlarga tikilib yotganida jahon uningga beg'ubar yo'ruq bir makon bo'lib tuyuldi. Uning yuragi zo'r jang jidal, dabdaboyu tantana, shon shavkat va toj taxt ishqida yonatdi. Lekin bu toj taxt uningga shon shuhrat va baxt saodat emas, aksicha bundaq g'urbat va andisha keltirdiganligi uxlab tushigimi kirmagan edi. Sit. Aşı g'ubarsiz o'smirlik chog'larining biror daqiqasi bo'lsa-mu qaytib kelsa, ha? Shahzodaning qalbini ma'yus, ammo boshqa kunlardagi qo'rqinchli tuyg'ularga o'xshamaydigan allaqandoq saf tuyg'ular cho'lg'ib oldi. Shahzoda jarohatlangan qalbini illiq nurga cho'mildirgan bu astiliklar olimi bilan vidolashgisi kelmay, bir besib, ikki besib, 40 tüyrüklükке qaytdi. Kunning o'ltirmaganligini bilgili bo'lmaydi. Lekin tamlari ko'k, sariq, och qizil rangdagi jungu kayışları bilan bezalgan 40 tüyrüklük haybatlik imorat go'yo ulug' o't ichida qolgandek val-vul yenib ko'zni qamashtiradi. Faqat binoning to'rt burchagidagi tiniq ko'k munarlarla bu o'tqa bo'y bermagandek alayida ayrılıp turadi. Shahzoda bino oldida qo'l qovuşturib turgan xizmatkorlarning yenidan o'tib, oq marmardan yasalgan palampaylarni birdan besib ikkinchi qavatga chiqdi. Ikkinchi qavatdagi hallik bizaklardan chaqnab ketgan hashamatlik uyda onu baliqliq negir süpət sarayban kutib oldi. Shahzoda uning ta'zimiga e'tibor qilmay ayvonga chiqdi. Qirg'oqlarga naqshlik panjiralar o'rnatilgan cho'ng ayvonga ipak ko'rpalar silingan bo'lib, o't turdagi shiraga tavoq nozu ne'matlar tizilgan edi. Döngü silingan bu haybatlik binoning ayvonida turib qarasa, yomg'irda yuyilgan bu ko'z yetkusiz cho'ng bog', qizil qum sepilgan yo'llar, hilal ay va yulduz shaklidagi gulzorlar texmi go'zal, texmi ko'rkam ko'rinadi. Neriroqda ko'hak qaptilining keynida osmonga taqashgan egiz tog'lar nepiz ko'kish tuman orasida ko'zga cheliqadi. Samarqand shahri daraxtlar orasida aniq ko'rinmasimi, lekin beriroqda yap yeşil yupurmoqlar orasida yana bir egiz bino ko'zni qamashtirib chaqnaydi. Bu shafaqda julolangan rasadxona peshtoqlari edi. Shahzodaning xiyolini sarayvanning past ovozi bo'ldi. Ulug' shohim, apo qilg'aysiz, darhol qaytishimiz kerak. Bo'lmasa poytaxt darvozalar itilib qoladi. Darvozalar itilib qoladi? Yo'q. Shahzoda Ko'ksarayga qaytmaydi. O bugun shu bog'da, shu binoda tunaydi. Ehtimol bu bog'da tunab, yuragini mujigan mudhish vasvasidan qutulur. Musallas bormi? Dedi Shahzoda egiz tog'lardan ko'zini uzmay. Bor, ulug' shohim. Sarayban putining uchida dastlab mehmonxonaga kirib ketdi-da, darhol qaytib chiqdi. Shahzoda qaramay turibmi, ko'zidan qo'yilayotgan sharobning yenik kurildishini eshitdi. Marhamat qilg'aysiz, ulug' shohim. Shahzoda gullik janon chinida qip-qizil yaltirab turgan qo'yiq mayni bir ko'tirishida ichib etdi-da, yana deb ishorat qildi. O ikkinchi qadahni bo'shatib, sarayvanga qadahni qaytirib bergach, bugun mushu yerda tunayman, dedi. Baqavullah bormi? Xizmatingizga tayyor, ulug' shohim. Ayt, o'rdak kalpiga atsin. Bosh ustiga. To'xta. Shahzoda kulimsiriginicha sarayvanning qo'lidan
güllük çini kozunu elip şirege koydu. Onun kalbide qandaqdır yeni bir tilek, şoxluq, keyif sürüş istiki peyda bolğan idi. Köksarayga çaparman evet. Berip herem begiga eysun. 5-6 yaş kenizek bilen naqşçılarını elip derhal yetip gelsin. Uqtыңma? Şahzade yine külümserep Sarayevenge gözünü kıstı. Bugün verlikli keyifsörümüz kenizekler arasının köңlüngü yaqqanını tanlap al. Apırın uluq şahim. Sarayevenge külümserep keyniçe menip çıkıp gitti. Şahzade naqşlik çini kozudun yeni bir qadah may qo'yib ichdi-da, shiradagi nozu ne'matlarga ancha-muncha eg'iz tegib, yipak ko'rpaga yonpashladi. Bog'larning keynidagi shafaq uchib, osmonda shalang bulutlar orasida dastlabki yulduzlar yongan edi. Pastda Sarayvanning qo'pol ovozi va dukurlagan oyoq tovushlari anglandi. Bir demden kim bu avazla cimip, bina çoğunqur sükütkü çömdü. Şahzade bütün bedenine rahat bəxş bir nerse koyulğandək, ügülürgüce boşuşup, yumşap kitivatqanlığını sezdi de, beşini per yastığa koydu. Onun közleri yumuluşqı başlap, köңlüde, ihtimal, bugün hem gəm endişinin xalas bulur mən, degen oy keçdi. Piçirlap durup, Ya Rabbi, öz panayını elip, rehin şefqatini aymağaysan, dep koydu. Şahzade çüş gördü. Çüşülü o kök sarayda. Harem xanıga yandaş ordudek keng, eşametlik öyde kattı bezvat kılıvatkan ekin. Bezmegi barlıq emirler ve nüpuzluq bəglər, ordu ve saray məhremleri bilen Şahzadenin en yakın kişileri yığılgan ekan. Bakavullar altın tabaklarda taam üstüge tamam to'yishibdi. Taam üstüge taam to'yishibdi. Mey şarap derya bulup eqibdi. Pagada o'ltirgan meşhur sazandilar canlı əsir qılğuchi şadiyani kuylarga chapdi. Öyünün tördeki nepiz perde arkasında bolsa, yerim yalang'ash nazininlar zibo zinnetlerini yaqinliq jaranglatib, ming maqomda naz bilan xiraman yurishibdi. To'satdan eshikdan Amir Sultan Jandar kirib, sajdaga bosh qo'yibdi. Shahzoda Amir Jandarni ko'rib, o'rnidan turib ketibdi-da, "Tutinglar bu fitnaxo'rni", deb vaqirabdi. Bu kazzab poytaxtga yushirinib olib, bizga o'g'ri ko'lab yurdi. Terda o'ltirgan amirlardan bir nechasi o'rinlaridan sakrab turib qilichlarini yalang'ochlabdi. Lekin Amir Jandar bunga parvo qilmay, shahzodaga qarab yana ta'zim qildi va "Qudratli shohim, faqir fitna fasoddan xoli sodiq qulingizman", debdi. "Sodiq qulim bo'lsang, nalarda yurding, ey iflos", deb varqirabdi shahzoda. "Sodiq qulingiz Siz ulug' shohimga kiyik o'g'lab tog'larda yurgan edim. Bugun bir kiyikning kallasini keltirdim. Uni yeysangiz hamma g'am-andisha, hamma kasaldan qutulib, qushdek yeniklab ketasiz, panohdorim." Amir Jandar shundoq debdi-da, eshikdan kimdir birisini ishorat bilan chaqiribdi. Uyga dasturxon yepilgan yo'g'on bir oltin patnusni ko'tarib, natunish bir nöker kiribdi. Amir Jandar onun qo'lidan patnusni ilib shahzodaga sunibdi. "Hamma dardingizga davo bo'ladi, tetib ko'ring ulug' shohim." Shahzoda patnusni ilib dasturxonni yechibdi. Oltin patnusda onun öz kallasi qonga bo'yalgan holda yiyib turarmish. Patnus qo'lidan tushib, qonga bo'yalgan kallasi yerga do'malab ketibdi. Shahzoda da deb varqirg'inicha uyg'onib ketdi. O tushidli emas, o'ngidimi da deb varqirib bo'lg'ay, chang va satarning ovozi chiqayotgan qo'shni uydan baliqliq Sarayvan bilan yana bir xizmatkor yugurib chiqdi.
Ola çıkkanda Şahzade oң kolida yalangachlangan qilich, sol kolu bilen ayvanның törükünü quchoqlag'inicha shirkayib odamdek daldangishib turadi. Onun şu turuşu, alaq-jalaq bo'lib ketgan ko'zlari, butun turq siyoqi shundoq qo'rqinchli ediki, yugurib chiqqan Sarayban bilan yana bir xizmatkor uningga yaqin kelanmay bo'sug'ida turib qolishdi. Siz nima bo'ldingiz, ulug' shohim? Baliqliq Saraybanning tunish ovozi Shahzodani as hushiga keltirdi. O hozir ko'rganlarining tushganligini bayqab, teni bo'shib, ko'zini yumdi. Lekin ko'zini yumish bilan oltin patnusda yejib turgan o'z kallasi yana ko'ziga ko'rinib, bir cho'chitida qilichini ko'targunicha ulula turgan Sarayban tarafga yugurdi. Sarayban bilan uning keyniga yushurmagan xizmatkor huduqib o'zlarini chetga elishdi. Beşideki tajlıq talpiki bir tarafga qing'iyib ketgan, ko'zlari chanoqidan chiqqudek chekchaygan Shahzoda daldan eshiginicha yup-yuruq uyga kirdi. Pagada tengriqab turgan bir necha sozandi bilan naqshchi uni ko'rib, o'zlarini palampaydan pastga otdi. To'rda ipak parda orqasida bir-birining qo'ltiqiga kirib olgan kinizaklardan biri çırqırab taşladı. Yo'qol, varqiradi Shahzoda pagada to'xtab. Yo'qol, bu dergahdir. Yerim yalang'och kinizaklar go'yo urkigan kiyiklardek bir-birini ittirishib, marmar palampaydidan o'zlarini pastga etishdi. Shahzoda ularning lag'ildab titrayotgan oppoq badallaridan ko'zini qochuvg'ach o'yladi. O yerdimi yalang'och kinizak? Bu yerdimi yalang'och kinizak? Estağfurullah. Bu tushimmi ya o'ngimmi? Beshimda yana qandoq savdolar bor? Xalloqi olam. Yo'ruq uy uni xili asliga keltirdi. O qilichini qiniga silib, uyning o'ttirusida to'xtadi. Lekin yuragi yanala güp silib, nafsi yetmay hasiraydi. Xudoga shukr. Körgünüm tushgan, tush. Lekin qonga bo'yalgan o'z kallam. Ey Parvardigor, aciz bandangning beshiga yana qandoq savdolarni salasan? Taqdir nimani ravo ko'rdi menga? Taqdir so'zi Shahzodaga nima uchundir Mavlona Ali Qushchini eslatdi. Ha, rost. Hamma ilmda voyaga yetgan o alim zoyichiga qarab taqdirimni so'zlab berishi lozim edi, deb o'yladi Shahzoda va ko'zlarini g'alati chekchaytib, eshikda hangmaqib turgan negir sifat Saraybanga qaradi. Darhol Ko'ksaroyga chaparman avat, Mavlona Ali Qushchini elib kelsin. Ulug' shohim, ayvonning ishiga turgan Sarayban jur'atsizlik bilan qadam besib ichkariga kirdi. Yarim kechadan oshdi. Poytaxt darvozalari itilib bo'ldi. Shahzodani titrak besib Sarayvanga yaqinlashdi. Chaparmanga yorliq yezib, muhr besib ba. Bo'lmasa o'zing bilba. Bas, Mavlonani yaning ostidan bo'lsinmi, tepib kelsin. Uqdingmi? Sarayvan lam jim demay baş ekkinice pastga tushib ketdi. Shahzoda holsizlanib tomga yo'landi. Qo'rqinch uni gangirtib qo'ygan edi. O darmonsizlikdan paloqqina yiqilib tushay desimi, lekin yiqilishdan qo'rqatdi. Chunki ko'zini yumishi bilanla oltin patnusda qonga bo'yilib turgan o'z kallasining ko'ziga ko'ringanligini biladi. Ko'z oldidan neri ketmayotgan bu dahshatlik manzarani unutish maqsadida o yana bir qadah may ichdi. Lekin qirishqandek bu bir qadah may uni texmo cho'chitibdi. O go'yo eshikdan hozir amri jandar kirib keldigandek, kirib dasturxon yepilgan ashu patnusni uningga sunilgandek, yana bir hazolagacha
gangirab turdi. Bütün vücudu quloq bo'lib, pastki ovozlarga quloq solg'inicha dong etib turg'ach, aloq-jaloq bo'lib ketgan ko'zlari to'satdan takchidagi kitoblarga tushdi. Ayvonga chiqadigan eshikning ustidagi qubbisimon takchiga tizilgan bu kitoblarga hech kim tegmagandek qiladi. Bu kitoblarning ko'k, sariq, qizil xo'rum muqovalari altın qandilga tizilgan shamlarning sho'lisida rangarang julalanib, xuddi yodek ko'rinadi. Shahzoda ko'z oldidagi qo'rqinchli manzaradan qutulish umidida ko'k xurum muqovasi hal bilan bezalgan qalin kitobni oldi. Nizami Genjivi. Shahzoda yoshligida madrasada ta'lim olib yurgan chog'larida Nizamining muzikadek ohangdor she'rlarini, hikmatga boy rivoyatlarini, dostonlarini ko'p o'qigan edi. Shu sababdan Shahzodaning qalbida qandaqdir umidga o'xshaydigan bir narsa javob qildi. O xuddi xiyolini chulg'uvagan qo'rqinchli tepishmoqqa Nizami Genjividan javob topilgandek aldirab denib kitobni ichib birinchi kupletga ko'z yugurdi-da, go'yo beshiga yug'on kaltak tekkandek daldangishib ketdi. Onun ko'zi qorong'ulashib, ko'k xurum muqovaliq cho'ng kitob xuddi tushida ko'rgan oltin patnusdek qo'lidan siyrilib tushib, yirtiq varaqlari gilamga chechilib ketdi. Ya Rabbi, hozir kitobni ochganda dastlabdili ko'zda chiliqqan boshdagi misralar tushida ko'rgan qalliq kalladimmi dahshatli edi. Shahzoda yuragini changallig'icha ko'zini yumdi. Lekin hal bilan yozilgan sirliq misralar xuddi boyiqi qalliq kalladek ko'z oldidan neri ketmay, o'tdek lovuldab turadi. Shahzoda o'zini vahimaga selib qo'ygan bu ikki misrani oxirigacha o'qimaganligini o'zimi bilmaydi. Lekin onundaki ata qotili, toj taxit, 6 oy degan so'zlar xuddi qizitilgan to'mir bilan o'yib yozilgandek uning mingsini pij ko'ydirib ko'z oldida val-vul yenib turadi. Ata qotili, toj taxit 6 oydan oshmaydi. Onun taxtga chiqqaniga qancha oy bo'ldi? Şaban oy edi. Bugun Rabiul Avval 6 oy bo'pti. Shahzoda turgan yerida gilamga tizlanib sajdaga bosh qo'ydi. Achchiq faryod aralash bir sada uning ko'ksini yerib chiqdi. Aciz bendenge o'zing shafqat qilgaysan, Parvardigor olam. Va lekin gunohim nima? Qudratingga shak keltirib, haq yo'ldan taygan shu bitavpiq itlarni ujuqtirganligimmi? Dinsizlar putgan makruh kitoblarni o'tda ko'ydirganligimmi? Aciz bendenge ayon qil, gunohi nima uning? Zodi nima? Shahzoda sajdaga bosh qo'yib, Tangriga iltijo qilib, rahim shafqat tilaydi. Yum yig'lab, talviladek bir nimalarni deydi. Qadrli qarindoshlar, Ulug'bek xazinasi 2-chi qism 24-chi mavzuni o'qidik. 25-chi mavzuda ko'rishimiz. Xushvaqt bo'linglar. Rahmat.